tadbirkorlar, ijodlar, shukursiz. Bizda har doimgidek grafik asosan tadbirkorlar uchrashuvi rejalashtirilgan bo'lib, shu uchrashuvlar navbatdagi uchrashuv belgilangan. Shu murojaatda kimda bankka bo'lgan yechilmagan masalalari yoki murojaati arizasi bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Biz imkon qadar ijobiy yechim topib, murojaat hal berishga harakat qilamiz. Bunda bankka qanday savol murojaat arizasi bor? Menda bor. Men yangi qishloq mahallasidaman. Ismim Kamila Nosirova Moqchehra. Chorvachilik hozirda ishsizman. Chorvachilikni kengaytirish maqsadida kredit olmoqchiman. İşlemaysiz o'zingiz? Ishlamayman. Chorvachilik qilishga sharoit bormi uyda? Qilamiz. Demak, bizda shu yo'nalishda bo'yicha, mahalla bo'yicha shu yo'nalishda kreditlarimiz, mahsulotlarimiz mavjud. Agar sizni kredit tarixingiz to'g'ri kelsa, xodimlarimizga hujjat topshirasiz. Agar kredit tarixi to'g'ri kelsa, albatta sizga ijobiy yordam berishadi. Ana kimda nima masala bor? Mani ismim Feruza, Kemal mahallasidan 15 million kreditni biznesga ko'mak dasturi doirasida chorvachilik bilan shug'ullanish uchun olmoqchiman. Biznesga ko'mak. Demak, shu biznes uyingizda chorva bormi yo'qmi? Chorva bor. Uni rivojlantirmoqchisiz, ya'ni qo'shimcha. Qo'shimcha İşleysizmi, ishlamaysizmi? Yo'q, hozir Ishlamaysiz, hech qayerda ishlamaysiz. Demak, bu shu biznesga ko'mak mahsulotimiz aynan shu hozirda ishsiz fuqarolarga mo'ljallangan bo'lib turib, bemalol o'shanga agar tarifingiz to'g'ri kelsa, xuddi sizga ham bu oldingi mijozga o'sha tavsiya berganimizda shunday tavsiya bo'ladi. Bunda bizda hozir prezidentimizning oxirgi topshiriqlar, qarorlaridan keyin ayollarga 2% past stavkada kredit ajratish belgilangan. Siz yillik 20 stavkada biznesga bo'lish ko'mak mahsulotimizdan foydalanishingiz mumkin. Albatta hujjatlaringizni ko'rib chiqishadi. Hujjatlaringiz joyida